Assalomu alaykum hammaga. Biza navbatdagi kommunikatsiyalar xonadonimizga keldik. Bu xonadonimiz Xivada ekan. Xivani vokzalning yanlarında deb aytiladi. O'rnak ko'chasi 9-uyga keldik. Bu xonadonimiz bizlarga bir 15 kun oldin murojaat etdi. Bugun bitirib topshirdik. Bu xonadonimizga to'qliqat yo'ldan atablina o'tgan ekan. Ya'ni shu ichanlarning ham yerini to'qliqat yo'ldan o'tgan ekan. Bizani bir yerda etgan ishimiz jamiki summa salkam 25 million so'mlar bo'ldi. 24 million 900 ming so'm bo'ldi. Bu yerda etgan ishimiz shu batareyalarni o'zlarimiz bilan olib keldik. Turbalarni shu batareyalarni o'zlarimiz bilan olib keldik. Batareyalar ham eng yaxshisini, eng qimmatini qo'ydik. Shunda shu batareyalar shu etgan ishlar bizadan bo'ldi. Keyin to'qliqat yo'lini ham doполнительный shu banisindagi batareyalarni ham ustunib ketdik. Bu yoqda to'qliqat yo'lini ham shu o'zlarimiz ustunib ketgan qatyolar qo'shib berdik. Kim shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda nomerlarga bog'lanaverasizlar. Shu videoni ko'rgan yurtdoshlarimiz bo'lsa, like bilan podpiskalaringizni ayamasangizlar. Shunda chiroyli atablinalarni ko'rsatib boraveramiz. Endi sizlarga qatyo'limizni ko'rsatib o'tsak, qatyolimiz Teplo Shavat. O'zim ishlab chiqarib turgan qatyolim 91 dan 425 83 87 telefon nomerim. Endi shunda bina qatyolimizni gradus ham hozir 40 gradusda turibdi. O'zi hozir yoqib berdilar qatyolimizni. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Endi sizlarga qatyolimizni yonishini ko'rsatib o'tsam, yine qatyolimiz shunda bina chiroyli bo'lib yonib turibdi, xudo xolosa. Shuni bilan bu uydagi ishlarimiz ham o'z yakuniga yetdi. Kimga shuningdek xizmatlar kerak bo'lsa, ekrandan nomerlarga bog'lanaverasizlar. Shunday stiklavotlarni o'rab to'g'ratibdilar. Rashtilni baqlarni qo'yib, qo'ldan kelgancha akkuratni etib ishlaganlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishguncha. Endi egasini bir qator ko'rsatib o'tsak, hozir nasıl ventilatorni qo'shadigan bo'lsak, ventilatorni qo'shdik. Qo'shgan holatimda atablina nechik yanadi qatyol. Endi shu gradusga chiqarish uchun shunda meni jonli yanadi, xudo xolasa, shu gradusga chiqarish uchun. Shuni bilan bu uydagi ishlarimiz ham o'z yakuniga yetdi, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi azizlar, egasini bir qator gaplatib, agar egasi bo'lsa, tushunchasini ko'rib o'tsak, bizani hamma batareyalarimiz, qatyollarimiz yaxshi qizib turibdi. Daqina uyning egasi. Ag'a akşam geçte yakıp verip gitmedi ahir ustang. Hem bir normalni qizvediming. Qatyolni hazır yakıp vergen ekansiz, hali birlari issiq yemagandi. Asaşağı bize etken işlerimize bir yilgacha garantiya qilgan. Nov kamisi bo'lsa, bemalol murojaat etaverasiz. Rahmat, takoni. Yine xudo xolasa hamyurtlar ko'rib tursalar, buni akşam geçte yakıp verdik, keyin bir ikki yerine suv oqqan ekan, hozir suvni dökib tashlab, boshdan pishirib berib, endi xudo xolasa ketib boryapmiz. Suvni hozir solib, hozir yoqib berdik hali. Sağ olunglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda görüşguncha. Bizning keyingi videolarimiz xudo xolasa Yangiariqda bo'ladi, Xivada bo'ladi, keyin Gullanda bo'ladi, Yangi bozorda bo'ladi, Shavatda bo'ladi.